Yalmog'iz kampir aslida 7 boshli va 7 shoxli jodugar, temir to'qmoq ko'targan maxluq va hatto yirtilgan jigardan chiqqan yovuz dev ekanligini bilarmidingiz? Nazarimda qadimgi dunyoning mifologiyasiga yuzlanish vaqti keldi. Yalmog'iz kampir turk mifologiyasida tilga olingan xavfli odam qiyofasidagi 7 shoxli yovuz devning nomi. Yalmog'iz kampir deyarli har bir turk qabilasida talaffuzdagi turli farqlar bilan uchraydi. Tatarlarda Yalmaviz, Chuvashlarda Yilmeviz, No'g'aylarda Yilmaviz, Qozoq va Qoraqalpoqlarda Jalmaus, Qirg'izlarda Jalmos va Jelmog'uz, Qorachoy bolqorlarda Jelmaus, Sibir tatarlarida Yilmagus, Markaziy Osiyo ertaklari, xususan o'zbeklarda Yalmog'iz deb yuritiladi. Qiziq tomoni shundaki, Yalmog'iz ajdaho, yovuz dev, ifrit ya'ni jin ma'nolarini ham anglatadi. Uyg'ur tilida u 7 boshli jodugar ma'nosida, ya'ni Yelmungus deb ataladi. Qadimiy Erto'shtuk dostonida yirtilgan jigardan chiqqan devning nomi ham Yelmogusdir. Tong otgach otlarni suvga olib boradilar. Qarasalar, suvda jigar suzib yuribdi. Ilimenbay bu jigarni kim so'kib suvga tashlagan deb so'raydi. Jigarni nayza bilan itarib ko'radi. Itargach jigardan Yelmogus nomli dev chiqadi va Ilimenbayning bo'yniga minib oladi. Ilimenbay baqiradi: "Kofir o'g'li Yelmogus, kel, o'ldirma meni. Tepaday baland oq uyimni beraman. Oq podamning hammasini senga beraman", deyiladi Erto'shtuk dostonida. Qaninx Ulu nomli turk dostonida bu dev 40 arshin bo'yli qora qarag'ay daraxtidek baland deb ta'riflanadi. Bundan tashqari Yelmogus dev, ya'ni Yalmog'iz dev, har doim o'zi bilan temir to'qmoq olib yuradi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlang hamda Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.